haqiqiy Nashinskiy joy bu Chig'atoy bo'ladi. Jaydarini jaydarisi kevuringlar. Biza sal kech keldik, lekin Baxtiyor akamlarni noxat sho'ralariga ulgurib qoldik. Ko'rsanglar bo'ladi, o'sha ozgina tugab qolgan. 50 yildan beri savdo qilishadi, shunaqa ovqat sotishadi. Mana shu Chig'atoy bozorida aynan qaranglar bo'ladi, mana bunaqa ovqatlari bor. Noxat sho'ray, hozir buni mazasini ko'ramiz. Molli tili bor, qozon kabob, hash bor, tushonkalari bor. Mana shu porsiyasi 50 ming so'm ekan. Tillik porsiyasi? Tillikka ham 50 ming. Qozon kabob porsiyasi 60 ming so'm. Qashishga 60 ming. Tushonka 50 ming. 50 ming. Chig'atoy bozoriga kelsanglar, Baxtiyor aka moldalariga kelinglar. Bularning onalarini Lyubapa deyisharmidi? Ko'ringlar, mazasi lekin rostdan. Men bittasini ko'rib beraman hozir. Haqiqiy Nashinskiy joy bu Chig'atoy bo'ladi. Jaydarini jaydarisi kevuringlar. Chig'atoy ovqat bozorini yana bitta katta pluslaridan biri, bu yoqda asosan ovqat qiladiganlar ham, non sotadiganlar ham hammasi ayollar. To'g'ri, erkaklar ham bor, lekin asosan ayollar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, orqamda ham onaxonimizda shashlik tayyorlayaptilar. Hozir videolarda ko'rasizlar, bu yerda ayollar mana noxat sho'ray qilishadi, boshqa xonim qilishadi, har xil ovqatlar qilishadi. Toshkentda vibe rostdan. Kelinglar, mayli biroz qimmat bo'lsa ham, lekin Toshkentda haqiqiy ovqatini ta'mini his qilgani kelish kerak albatta bu yerda. Chig'atoy ovqat bozorini manzili kerak bo'lsa, shunda kommentariyaga plus qoldiring, direktdan jo'natib yuboramiz lokatsiyani.